Shoshilinch jiddiy xabar. Muftiy hazratlari haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Magnitli bilaguzukni siz xarid qildingizmi? Magnitli bilaguzuklar inson organizmi uchun qanchalik foydali ekanligini bilasizmi? Agar bu haqida bilganingizda avvalroq shuni xarid qilgan bo'lardingiz. Agar bilmagan bo'lsangiz, hoziroq xarid qilishni istasangiz, kommentariya va opisiyaniyadagi ssilka ustiga bosing. Hech kimning yordamisiz magnitli bilaguzugingizni o'zingiz buyurtma qiling. Mahsulotimizning narxi 40 ming so'm. Yetkazib berish. Avval xabar berilganidek, bugun 31 mart kuni tushdan keyin Andijon viloyati Izboskan tumani Ahmadali Hoji jome masjidi tahoratxonasida havo gaz aralashmasining chaqnashi oqibatida binoning tom qismi qulab tushgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, talafot natijasida 3 kishi vafot etdi. 10 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari Izboskan tumanidagi baxtsiz hodisa ro'y bergan Ahmadali Hoji jome masjidiga jo'nab ketdi, deyiladi xabarda.